$990 3 kvadratli uyimizni bitdi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, nimalar qilganimizni ko'rsatib beramiz. Interyerimizda eng ko'zga ko'rinayotgan joy bu TV zona. TV zonamiz $220 bitgan, ikki xil rangda qo'yilgan. TV zonamizni oldidagi shinamgina qilib ovqatlanadigan joy qilishgan. Bu joyimiz $150 bitgan. Bu zonamiz oshxona zonamiz. Mana shu devorga $70 ketgan. Bu xonamiz рабочий xona bo'ladi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, MDF qo'yishgan. Bu xonamizga $185 ishlatilgan. Bu detskiy xonamiz bo'ladi. Bu yerda bambuk panel ishlatishgan. Shu devorimizga $180 ishlatilgan. Interyerlarni ko'rdinglar. Sizlarga qaysi zona yoqqan bo'lsa, o'shani kommentariyga yozib ketinglar. Agar sizlarga ham shunaqa yechim kerak bo'ladigan bo'lsa, shu raqamlarga aloqaga chiqinglar.